Ular 8-mart sanasini biz bayram qilib emas, balki ayollarimizni xorlangan kuni deb bilishimiz kerak. Bu kun hassamizni yo'qotgan kunimiz. Biz xorlikka yuz tutishimiz qaysi nuqtadan boshlangan bo'lsa, azizlikka erishishimiz ham ana shu nuqtadan boshlanadi. Alloh taolo Nur surasida ro'mollarini ko'ksilariga yopib yursinlar deydi. Allohning buyruqlariga qarshi chiqib, ayollarning yuzi ochilgan kunni bayram qilinmaydi. Alloh taolo ayollarga avratini yopishga buyursa-yu, siz bo'lsa Allohga osiy bo'lganingizni bayram qilib nishonlaysizmi? Rus bizni diyorlarimizga bostirib kelib, otalarimizni o'ldirib, onalarimizni nomusiga tajovuz qilgunga qadar bizi yurtlarda mana shunaqangi 8-mart bayramlari bo'lganmi? Rasululloh sollallohu alayhi va sallam kim o'zini bir qavmga o'xshatsa, bas u o'shalardandir deganlar. Kim g'ayri dinlarga o'xshagisi kelib, ular bayram qilgan kunni bayram qilsa, har bir qadamda ularga ergashsa, u ham o'shalardan bo'lib qoladi. Kim ayolini qiyomatda Kelaresetkin va uning izdoshlari bilan birga tirilishini xohlasa, 8-mart bilan tabriklayversin.